Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov tilisi yangiliklar kanalida xush do'stlar. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2026 o'yinida juda ham ko'pchilik kutayotgan videorolikni chiqaryapman. O'zi maqsad videorolik emas, maqsad sizlar bilan o'sha anchadan beri videorolik olmay qo'ygandim va bugungi videorolikimizda asosan sizlar bilan suhbat va mana bu yangi kelgan Dream Draft futbolchilarini xudo xohlasa qanday qilib olish mumkin va mana shu futbolchilar haqida batafsil sizlarga o'zimdan kelib chiqib, o'zimni tajribamdan kelib chiqib ma'lumot berishga harakat qilaman do'stlar. Xo'sh do'stlar, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, albatta Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Anchadan beri Telegram kanalimda sezon pas aksiya qilmay qo'ydim, lekin xudo xohlasa albatta mana sekin-sekin yana kontentlarga qaytyapmiz. Xudo xohlasa aksiyalarni ham Xo'sh, albatta mana shunaqa aksiyalarga qaytamiz do'stlar. Sekin-sekin mana ishlarni boshlayapmiz. Xo'sh, videorolik davomida batafsil mana shular haqida albatta ma'lumot beraman. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, nima uchun YouTube'da ancha yo'q bo'lib ketib qoldim do'stlar? Chunki ba'zi bir sabablarga ko'ra, bilasizlar, yaqinda Ramazon oyi bo'ldi va Ramazon oyida men vaqtim hech narsaga endi jashtlasam emas. Asosan vaqtim kam bo'ldi. Nafaqat video olishga, na birorta ideya yaratishga, xullas, bilasizlar, DLSda ham unaqa katta yangilanishlar bo'lmadi. Shuning uchun ham videoroliklar biroz o'sha to'xtalishga sabab bo'lib qoldi. Menimcha meni unutib yubormadinglar degan umiddaman. Xudo xohlasa bundan keyin albatta mana Ramazon ham tugadi. O'zimni ancha o'qishlarimni, ishlarimni albatta yo'lga qo'yib oldim va xudo xohlasa albatta sekin-sekin kontentlarga qaytamiz do'stlar. Xo'p, men nima demoqchiman do'stlar? Bilasizlar, mana bu yangi futbolchilar keldi. O'tgan safar adashmasam 11 ta kelganmidi yo 15 tamidi? 11 ta kelgan edi. Adashmasam bu safar 12 ta keldi. Bittasini mana 12-igrok deb qo'shib qo'yishgan. Xo'p, bu futbolchilar haqida biroz ma'lumot beradigan bo'lsam, xo'p, ko'pini asosan futbol ham ko'rmay qo'ydim, to'g'risini aytaman. Futbol anchadan beri ko'rganim yo'q. Lekin bu yerda asosan taniydiganim bu Suarez, Sportingda o'ynaydi. Kenan Yildizni taniyman, Anderson, Thiagoni taniyman va mana bu Bodio Glimtni futbolchisi Bergni taniyman. Lekin qolganlarini ham mana bu Sarni ham taniyman ekan. Qolganlarini ham endi ko'rsam tanishim mumkin, lekin ularni o'yinini asosan esla olmayman. Xullas, mana shu futbolchilar bo'ldi. Afsuski biz kutgan Husanov yo'q. Nima uchun Husanov yo'q do'stlar? Axir Husanov bu yerda eng asosiy da'vogarlardan biri deb o'ylayotgandim. Husanov ham qo'shiladi deganda, bilasizlar, Instagramda o'sha DLSning o'zini ovozli xabarnosi bo'ldi, ya'ni ovoz berish jarayoni bo'ldi. Ya'ni kimni Dream Stars futbolchi qilamiz degan ovozlar bo'ldi. Men ana shu payt Husanov chiqsa o'zbeklar aktivni bomba qoradi deb o'ylagandim, lekin afsuski bunaqa bo'lmadi. Endi na iloj, mana shu futbolchilar ham yomon emas. Ayniqsa bu yerda eng o'sha reytingi ajoyiblardan biri bu Kenan Yildiz bo'ladi. Yildizdan bemalol 6 ta 100 chiqarish mumkin. Mana shu kartasidan. Reytinglari udarkin. Mana bu Luis Suarez. Endi eski Luis Suarez emas, mana shu yangi Luis Suarezdan ham bemalol xudo xohlasa 5 ta 100 chiqarish mumkin. Va qolgan futbolchilar endi asosan u darajada bir kuchli emas demoqchiman. Xo'p, bularni endi qanday olish mumkin? Esingizda bo'lsa, o'tgan yili bular kutilmaganda mana shu futbolchilar kelib qolgan, ko'pchilik dovdirab qolgan, qanday olamiz, nima qilamiz, nimalarga e'tibor berish kerak do'stlar. Mana sizlarga maslahatim, hozirdan live o'yinlarida iloji boricha tier tushiringlar. Nimaga? Mana bu sabitiyalarni yutishinglarga live o'yinlarni ko'proq yutqizishinglar kerak bo'ladi. Qancha tieringlar o'sha 20-tierga yaqin bo'lsa, shuncha mana bu yerda sabitiyalarda yutish ehtimollar ko'payadi. Sabitiyada yutganga berar ekan, xo'p, nimalarda berar ekan? 3 ta sezon pas ochsanglar, 3 ta sezon pasda 100% natija bilan olasizlar va 3 ta Dream Draft o'ynashinglar kerak bo'ladi. Dream Draft mana bu. Hozirga ko'rsatib o'taman. Dream Draft yo'q shekilli. Menimcha hozircha yo'q ekan Dream Draft, lekin bilasizlar, albatta ma'lumotinglar bor Dream Draft bo'yicha va sezon pas. Albatta kimga sezon pas ochish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol meni o'zimni shaxsiy Telegram lichkamga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta sezon pasni ham ochish xizmatlari bor, arzon va ishonchli tarzda.
3 ta futbolchini sezon passi orqali olishinglar mumkin. Albatta hozir obunachimizga bu mening akkauntim emas, Muhammad Amin obunachimizning akkaunti. Kattakon rahmat. Mana shunday video uchun akkauntini ayamasdan, har safar yo'q demasdan berib turadi. Kattakon rahmat. Albatta ishonch uchun mana obunachimizga sezon passini ham ochib berdik arzon narxlarda. Albatta sizlarga ham tavsiya qilaman. Men orqali sezon pass ochishni ishlang. Xullas 3 ta futbolchini sezon pass orqali, 3 ta futbolchini Dream Draft orqali va yana 3 ta futbolchini mana shu событиялар orqali olishinglar mumkin. Sezon passlarga o'rtacha примерно uncha ko'p pul ketmaydi, xudo xohlasa. Taxminan bu futbolchilar 1 oy davomida tursa kerak. 1 kundan keyin chiqar ekan. Endi videoni ertaga xudo xohlasa chiqarsam, как раз chiqqan vaqtiga bo'lar ekan. Ana endi событияларni yutish uchun albatta tierni pasaytiringlar maksimal darajada do'stlar. Tierni hozirdan harakat qilib, o'sha pastroq qilib tursanglar, ertaga событиялар chiqqanda yutishga qiynalmasdan osonlik bilan yutasizlar. Albatta va Dream Draftga keladigan bo'lsak, endi Dream Draftni yutish barchaning qo'lidan kelsa kerak. Endi mabodo kimnidir qo'lidan kelmasa, albatta harakat qilinglar, opitinglarni oshiringlar. Xudo xohlasa shunaqa. Va bundan keyingi videorolikimda albatta men mana bu yerdagi Lamin Yamalni 86 kartali futbol 86 kartalisini xudo xohlasa full qilib buni ham sekin-asta YouTube'ga chiqaraman do'stlar. Albatta bu ham bomba videoroliklardan bo'ldi. Akkauntga qaranglar, bomba akkaunt. Menimcha bu akkauntda Dream Stars futbolchilaridan yo'q bo'lsa kerak. Chunki bu akkaunt Dream Stars futbolchilaridan keyin ochilgan edi. Mana Husanov. Nahotki Husanov loyiq bo'lmasa do'stlar, Dream Stars bo'lishga. Hali vaqt bor. Keyingi yillarga xudo xohlasa albatta Husanov Dream Stars qilmasa ham sayyor reytingga chiqib ketadi do'stlar. Bilasizlar, yanvar oyining eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. City-dagi har bitta o'yinini ko'rsanglar do'stlar, eng kami 7,5-8 ball olib o'ynayapti do'stlar. Eng ishonchli himoyada o'ynayotgan futbolchilardan biri. Birorta xato qilmayapti do'stlar. Endi jiddiy xatolar qilgani yo'q. To'g'ri, birorta noto'g'ri pas yoki boshqa qilishi mumkin, lekin unaqa xatosi ham yo'q, to'g'risi. Dalasa, mana shu o'zbeklarni pas ko'ratdi. Hamma aniqchisi yo'q. Xudo xohlasa keyingi safar albatta qo'shiladi degan umiddaman. Mana shu biroz bo'lsa-da endi video asosan endi buni o'rgatish emas, o'zi sizlar bilan suhbat qurish uchun videoni olgan edim. Meni sog'inib qolganlar juda ham ko'p ekan. Telegram ichkam to'lib yotibdi. Lekin Telegramda yo'qolib qolganim yo'qman do'stlar. YouTube'da video chiqarmay qolganim bilan Telegram kanalimda men o'sha ma'lumotlarni, har xil futbol yangiliklarini hammasini batafsil tashlab turdim do'stlar. Albatta o'shuning uchun Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar deyman. Chunki Telegram kanalimda men yo'qolib qolmayman. Chunki Telegramga video chiqarish uchun montajlar shart emas. Bilgan narsangizni shunday ovozli xabar qilib tashlaysiz bo'ldi. Lekin YouTube'da bunaqa imkoniyat yo'q hozircha. Xullas mana shunaqa gaplar do'stlar. Videorolik mana shu narsalardan iborat edi. Asosan sizlar bilan suhbat qurib men o'zim maza qildim. Nima uchun yo'q bo'lib qolganimni tushuntirdim. Menimcha hech kim mendan xafa emasligini umiddaman. Mana shu narsadan video beradi. Sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa bundan keyin ham videoroliklarni ko'paytiraman do'stlar, albatta va'da beraman. Sizlar esa poddershkani bosib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan har doimgidek Iminov tilisi yangiliklar keladi bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.